Oh, aytdim sizga katta davlena bor deb. Aka, lekin bunda katta davlena o'tgan safardagi davlena emas bu. Farqi yo'q, 10 bargacha joy. O'tgan safar video qo'yganimizda davlena past deydi. Hozir mana katta davlena nasos o'rnatib turib tekshirib ko'ramiz deymiz. Aka, lekin buni usholmaydi. Ushlaydi, bitta ko'ramizmi? Lekin qarang, aka, lekin ushamasa. Davay. Oh, aytdim sizga katta davlena bor deb. Mana qarang. Tosh yoshdi. Ketdi. Oh! Ana bu masa. Hozir shu davlenani ushladimi mana shu? Ushadi. Gap yo'q, lekin hech qayerdan suv ham chiqmadi-ku, aka. Chiqmaydi. Lekin gap yo'q, mazaq cho'mildingiz lekin, aka. Maza qildim. Ko'rgan bo'lsanglar, katta davlenani ham bemalol ushlar ekan. Sinovdan o'tdi. Qanaqa katta davlenani bemalol ushadi. Undan tashqari uni ulash uchun kerak bo'ladigan hamma traynik zagrushkalari ham bor. Bu mahsulotlarni botdan kelib optim olsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari masofadan olmoqchi bo'lganlar, uzun marketga push fitting deb yozsanglar, o'tda narxlari bilan bemalol xarid qilsanglar ham bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin.